Azizlar, mana shu masjidni borib ko'rgan bo'larmidingiz? 3400 yillik tarixga ega bu masjid Hazrati Umar roziyallohu anhu vaqtlarida 639-yilda islom qo'shinlari tomonidan Diyarbakir shahri fath qilinganda masjidga aylantirilgan. Ungacha bu joy monastir, cherkov bo'lib xizmat qilgan. Undan oldin Hazrati Musa vaqtlarigacha ketgan vaqtda ibodatxona, havra, ya'ni o'sha Yahudiy ibodatxonasi masjidi bo'lgan. Undan oldin ham majusiylar bu joyda o'zlariga ibodatxona qilishganliklari haqida tarix kitoblarida kelgan. Sulton Malik Shoh zamonida bu masjid qaytadan juda ham chiroyli ravishda ta'mirdan chiqadi va uni yoniga madrasalar ham qo'shiladi. Kunimizda Zanjiriya madrasasi, Mas'udiya madrasalari ham yetib kelgan. Bu go'zal masjidni yonida madrasalar ham mavjud. Undan tashqari masjidda Shofiylar va Hanafiylar uchun alohida bo'linmalar ham bor. Kunimizda bu masjidda 5 mahal namoz o'qilmoqda. Kunimizda Turkiyada bu kabi ko'plab tarixiy obidalar, tarixiy asarlar bor. Shuning uchun agar imkoningiz bo'lganda Turkiyani kelib, mana shu go'zal joylarini ham ziyorat qilib ketishligingizni ojizona tavsiya beraman. Bizni kuzatishda davom eting. Like bosishni unutmang.